oddiy yantoq sizni butun umrlik allergiya va tumovdan xalos qilishi mumkin. Ota-bobolarimiz qadim-qadimdan yantoq o'simligini allergiya uchun juda ham keng qo'llanib kelingan. Bu qanday tayyorlanadi? Yantoqni olasiz, ildizi yo'qmasa tanasi bo'lishi mumkin. Suvga solib, tabga qarab solasiz yantoqni. Ko'proq solsangiz ham hech narsa qilmaydi. Yarim soatdan 1 soatgacha qaynatasiz. Tayyor bo'lgan damlamani ovqatdan oldin 3 mahal 100 grammdan 200 grammgacha ichasiz. Agarda sizda tumov bo'ladigan bo'lsa, burningizda shamollash, allergiya, aksirish kuchli, nima dori ichsangiz ham ta'sir qilmaydi. Burningizga 2 mahal ertalab kechqurun 2 tomchi har tomoniga tomizib ko'ring. Tez orada sizda allergiyadan ham, qichishdan ham, tumovdan ham asar ham qolmaydi. Bu yosh bolalardan tortib 70 yoshgacha, qariya bo'lgan bemorlarimizgacha, demak hammaga tavsiya qilishingiz mumkin. Bu usulni albatta sinab ko'ring. Qiynalayotganlar juda ko'p, bilamiz. Foydali bo'lsa, demak profilga obuna bo'ling va albatta bu videoni tarqatib qo'ying.